Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan Konstitutsiya, ijtimoiy adolat va birdamlik kafolati mavzusidagi davra suhbati o'tkazildi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Davra suhbatida ta'kidlanganidek, Konstitutsiya inson qadri, ijtimoiy adolat, tenglik va birdamlik kabi yuksak qadriyatlarni kafolatlovchi, jamiyatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi asosiy poydevor. Shuningdek, yangilangan Konstitutsiyada O'zbekiston ijtimoiy davlat degan tamoyil muhrlanib, davlatning bu sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq normalar 3 baravarga oshirilganligi alohida e'tirof etildi. So'zga chiqqanlar asosiy qomusimizning muhim huquqiy, siyosiy, ijtimoiy ahamiyati xususida to'xtalib o'tdilar. Yangilangan Konstitutsiya parlament faoliyatida ham muhim o'zgarishlarni nazarda tutishi, xususan davlat hokimiyat tizimida bir-birini tiyib turish va muvozanatni saqlash maqsadida Oliy Majlis palatalarining vakolatlari qayta ko'rib chiqilib, Qonunchilik palatasi va Senat vakolatlari kengaytirilgani alohida ta'kidlandi. Bu o'zgarish va yangiliklar o'z navbatida ijtimoiy davlat barpo etishdagi qat'iy siyosiy irodaviy qadamlarni anglatadi. Qonunchilik palatasining vakolatlari 5 tadan 14 taga, Senatning vakolatlari 14 tadan 18 taga ko'payganligini e'tirof etishimiz kerak. Eng asosiysi mana shu konstitutsiyamiz, mana shu xalqimiz birdamligi, davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchli bir muloqot, ezgu maqsadlar yo'lidagi bir jipslashuvni mustahkam poydevori bo'lib bugungi kunda xizmat qilyapti. Ya'ni bugungi kunda insonlarimiz, mana shu fuqarolarimiz asosan mana shu konstitutsiyaga tayanadi. Ya'ni meni konstitutsiyadagi huquqlarim bor. Men mana shu huquqlarimdan bugungi kunda foydalanaman degan yangilangan konstitutsiyaga bo'lgan ishonchni yuqori ekanligini alohida e'tirof etishimiz kerak. Fraksiya a'zolari Konstitutsiyamizda belgilangan qoidalar bugungi siyosat va partiyaning saylovoldi dasturining muhim va asosiy dolzarb vazifasi ekanligini yana bir bor e'tirof etishdi. Shu bilan birga tadbirda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi yurtimizdagi ijtimoiy adolatni mustahkamlash, xalq manfaatlarini himoya qilish va fuqarolarni ayniqsa o'z elektorati hisoblangan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining munosib kelajagini ta'minlash yo'lida izchil harakat qilishda davom etishi alohida ta'kidlandi.